Milliy cholg'u asboblari yordamida ijro etilgan o'zbekona kuy-qo'shiqlar barchaga birdek manzur bo'lishi aniq. Farg'ona tumanidagi 25-bolalar musiqa va san'at maktabining iste'dodli o'quvchilari tomonidan sahnada jarang sochgan taronalar ham uning tinglovchilari, tomoshabinlari uchun bir olam zavq ulashdi. Ajdodlardan meros bo'lib kelayotgan milliy musiqa va san'atni asrab-avaylash, uni yanada rivojlantirish yo'liga qadam qo'ygan ushbu yosh avlod vakillari shu kungi hisobot konsert dasturida an'anaviy ijrochilik, estrada xonandaligi, o'zbek cholg'ulari, orkestr, xor ijrochiligi kabi yo'nalishlar orqali o'z iqtidorlarini namoyon etdilar. Hisobot konsertimiz har yili an'anaga aylanib kelgan. Yil davomida o'quvchilarimizni o'rgangan asarlarini sahnaga chiqib, sahnada taqdim etishadi kelgan mehmonlarga. Bizning musiqa maktabimizda juda ham iqtidorli bolalarimiz juda ham ko'p. Viloyat, respublika, xalqaro ko'rik tanlovlarda qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashgan, respublikada xizmat ko'rsatgan sozanda, xizmat ko'rsatgan xonandalar yetishib chiqqan shu bizning musiqa maktabimizdan. Shuningdek, konsert davomida o'quvchilar bilan birgalikda o'qituvchilar ham o'z ijod namunalarini yig'ilganlar e'tiboriga havola qildilar. Dutor, rubob kabi milliy cholg'ular vositasida ijro etilgan jonli kuylar barchaga birdek huzur baxsh etdi. Bugungi hisobot konsertini tinglab men ancha rohatlandim. Chunki bu yerda nafaqatgina bolalarni qobiliyatlarini hisoboti, hatto o'qituvchilarni o'zlarini ham hisobot konsertlarini deb bildim. Vodiydan, ayniqsa Farg'onadan ko'plab san'atkorlar, san'at darg'alari yetishib chiqqan. Umid qilamiz, yosh ijodkorlar ham yuksak mahorat egalari bo'lib, ulkan ijodiy yutuqlarga erishib, yurtimiz san'atini dunyoga tarannum etadilar.